Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Koreyaning yana bir mashhur universitetlaridan biriga sayohat qilamiz. Hozir Sogang universitetiga keldim. Ushbu universitet ham anchagina mashhur universitet hisoblanadi. Top 1000 talikda bor va joylashuv jihatdan ham juda ham qulay. Seulning qoq markazida joylashgan. Kampus jihatdan biroz kichikroq. Hozir birgalikda sekin aylanib chiqamiz. Kampusning asosiy darvozasi, asosiy kirish eshigi shu yerda. Va universitetga kirganingizda mana shunaqa manzara sizni kutib oladi. Bu yerda binoning yuqori qismiga Sogang universiteti yozilgan, logotip tushirilgan va asosiy ko'rinib turadigan narsa shu. Qandaydir shiorlar yozilgan, bilmadim qanday ma'no anglatadi. Va kampus anchagina zich ko'rinyapti tashqi tomondan. Bitta sekin ko'rib chiqamiz. Asosan yuqorida ekan, ikki tomondan ham yuqoriga chiqish kerak. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Eshikdan shunday kiraverishda o'ng tomonda bir narsaga ko'zim tushdi. Bilmadim qanday ma'no anglatadi, lekin tagiga gul qo'yishibdi. Qaniydir ma'nosi bo'lsa kerak. Kirish eshigi. Shu tomondan sekin boshlasak bo'ladi. Asosiy kirishdan to'g'ri kelganda o'ng tomonga qarab yurdim. Sport maydonchalari. Birinchi uchragan binoga kirib ko'raman. Hozir tashqi tomondan yozuvni o'qimayman, lekin bu yerda xitoycha yozilgan. Bu zdaniyada oshxona bor ekan studentlar uchun. Studentlar shu yerda ovqatlanishadi. Hakseng Shiktang. Yuqori menimcha kampus. Benchmark Wujong Hall. Hozirgi zdaniyaning 7-qavatiga chiqdim. Bu yer menimcha startup klubga o'xshash joy. PayPal, Facebook bu yerda mashhur statlar yozib qo'yilgan ekan. The only way to do a great work is to love what you do. Steve Jobs. Juda ham ajoyib. Menga bu yerda eng yoqqan narsa branding. Qizil rangdan juda ham chiroyli foydalanishgan. Logotip qarang, Sogang startup. Juda ham chiroyli ishlangan. Bu yerda ham qizil rangdan zo'r foydalanishgan. Bu yerda shunchaki o'tirish uchun joy bor ekan. Manzarani ko'rmoqchiman, oynadan qanday ko'rinadi. Asosiy kirish eshigi. Bu yerda yashil zona bor ekan. Bu yerga ham tushib ko'ramiz. Hozir binoning 7-qavatdamiz. Startup zonasida. Universitet yuqoridan ko'rinishi. Bo'lmasam davom etamiz keyingi binolarga kirib. Bu hozir kirgan zdaniyamiz. Va bu yerda language center bor ekan. Tillarni o'qitish markazi. Va nihoyat stadion. Va menga stadion yuqorisidagi joy qiziq tuyulyapti. Stadionda odam unchalik ko'p emas. Yuqoriga chiqib ko'rmoqchiman. Stadionning yuqoridan ko'rinishi. Men chiroyli ko'rinyapti, mana manzarani aytgandim. Lekin bilmadim bu yerda remont bo'lyaptimi? Ichkari bardak holatda. Hozir ko'rsataman. Mana. Lekin yuqorida bolalar yuribdi. Tepaga ham chiqib ko'raman. Lekin zo'r. Mana yana ham yuqoriroqdan manzara. Qarshi tomondan ham kelsa bo'lar ekan. O'sha menimcha boya men o'ng tomonga yurganimda chapga yursa, to'g'ri shu yerga chiqsa kerak. Lekin ajoyib.
manzaraga gap yo'q. Stadion anchagina katta. Bu yoqda qaniydir yodgorliklar joylashgan ekan. Yuqorilarda ham turibdi. Hozir tog'li hududga yaqinmiz. Bu yoqdan menimcha toqqa chiqib ketish imkoni bo'lsa kerak. Bu yerdan chiqib ketish mumkinga o'xshamayapti, lekin shu atrofda yo'l bo'lishi kerak toqqa chiqib ketish uchun ham. Qaniydir yodgorliklar bular hammasi. Bu yoqda ham bor ekan. Shunday. Bu bino universitet kutubxonasi ekan. Loyola Library. Juda ham ajoyib. Saint Ignatius Loyola sharafiga qurilgan kutubxona ekan. Kutubxonaga kirish uchun maxsus ruxsatnomalar bo'lishi kerak, lekin kiraverishda ba'zi narsalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda kutubxonaning eski rasmlari 73-74-yillar. Tarixiy bino ekan, shunga rasmlari qo'yilgan. Loyola kutubxonasi tashqi tomondan ko'rinishi. Ixchamgina kutubxona. Bu yoq ham kutubxonaning davomi ekan. Bu bino ham arxitekturasi juda ham boshqacha, qiziq tuyulyapti. Dasan Hall ekan bu yoq. Agar ochiq bo'lsa kirib ko'ramiz. Lekin tashqi tomondan juda ham ajoyib. Universitet logotipi tushirilgan bu yerga. Binoning ichidaman. Ikkinchi qavatga chiqdim. Ichki tomondan ham arxitektura juda ham chiroyli. Bu yerda ham darsxonalar bor ekan. Buni ko'ramiz, agar biron ochiq bo'lsa kirib ko'ramiz. Oxiri shu yergacha ekan. Bundan tepa yopiq. Menimcha qanday terrasali joy bo'lsa kerak deb o'ylagandim, tepa yopiq ekan. Asosan darsxonalari. Bu binodan chiqdim va yonida yana boyagi Loyola Library'ni davomi bor ekan. Anchagina katta ekan. Men oldindan ko'rib kichkinagina joy bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin anchagina katta. Zo'r. Manzara ajoyib. Pastga tushdim. Hozirgi kirib ko'rgan zdaniyamni B1 basement qavati. Bu yerda boshqa bino bor ekan. Menimcha binoning orqa tomonida bo'lsam kerak, nomi yozilmagan. Kirib ko'ramiz. Bu law school ekan. Professorlarning xonalari, laboratoriyalar joylashgan. Hozirgi zdaniya law school oldi tomondan ko'rinishi. Bu binolar ham universitetga qarashlimi, yo'qmi bilmadim. Hozir kirib ko'ramiz bu yoqlarga ham. Bu yerda nimalar joylashgan? Bu yerda chiroyli manzaralar bor ekan. Hozirgi law school. Bu yerda Gonzaga Hall. Nimaligini bilmayman, lekin oldin ham eshitganman. Menimcha qiziq joy bo'lsa kerak, kirib ko'ramiz. Bu binolar ham universitetga qarashli ekan. Bu yoqlarga ham kirib ko'ramiz. Hozir pastga tushaman, qanday qiziq narsalar borga o'xshayapti. Pastga tushdim. Bu yerda har xil do'konlar. Starbucks bor ekan. Gonza Plaza shu yer ekan, xolos.
Har xil do'konlar, ovqatlanish joylari, fast foodlar. Bu yoqda GS bor ekan. Qiziq, ichkarida ham ko'p narsalar bor ekan, har xil kafelar. Gongocha juda ham mashhur brend bu ham. Gonza Plaza anchagina chiroyli joy ekan. To'g'ri kirganda har xil do'konlar va mana shunaqa chiroyli manzara bor ekan. Ichkarida ham zal bor, faqat odamlar bor ekan. Juda ham chiroyli. Tadbirlar uchun zo'r atmosfera. Universitetda anchagina zamonaviy atmosfera bor ekan. Mana shu binolar hammasi universitetga qarashli. Juda ham chiroyli atmosfera, terrasalar bilan. Bitta kirib ko'raman. Lekin ajoyib. Bu yuqorida ko'ringan ikkita zdaniya ham, ikkalasi ham ikki xil. Teilhard Hall ekan bu. Asosan laboratoriyalar, robototexnika, aerospace, elektronika, xullas injineringga oid yo'nalishlar tepada ekan, asosan laboratoriyalar joylashgan. Bu yoqda bo'lsa, hozir ko'ramiz bu binoni. Jong Hassan Hall. Bu yoqda asosan professorlarning xonalari yozilgan. Reference room, Graduate School of Education, Department of Korean Language and Literature. Har xil departamentlar joylashgan ekan. Chinese, Japanese, asosan til bo'yicha ekan bu yoqda. Graduate School of Education, Dance Office. Kirib ko'ramiz. Shu yerdan boshlay qolay. Ikkinchi etajdaman. Bu yoqda ochiq darsxonalar bor ekan. Sharoitni ko'rsak bo'ladi. Ixchamgina, qulaygina. Standart darsxonalar. Uchinchi qavatdaman. Ikkita bino orasidagi terrasaga chiqish uchun yana bir qavat tevaga chiqish kerak ekan, 4-qavatda ekan. Endi ikkinchi binoga qarab o'tib ketyapman. Hozir bu binoni ko'rdik. Endi to'rga bu yoqdan chiqamiz. 4-etaj va bu yoqda bitta qiziq narsani ko'rdim. Emergency shower. Bu yoqda eye shower bossa, bu yoqdagi ikkitasidan ko'zga tushadi. Bu yoqdan bo'lsa kiyimga, xullas ichkari laboratoriyalarda qandaydir suyuqliklar, boshqa bir moddalar tegsa, mana shu yerda tezda chiqib yuvib tashlasa bo'ladi. Masalan, ko'zingizga nimadir sachrab ketishi mumkin yoki kiyimingizga nimadir sachrab ketishi mumkin. Tezda shu yerga chiqib yuvib tashlash mumkin. Men nihoyat terrasaga chiqdim. Manzara. Bu yoq o'zi tashqariga chiqib ketadi, ko'cha. Sekin keyingi binolarga o'tib davom etaveramiz. Universitet gift shopi aynan shu zdaniyada joylashgan ekan. Bu yoqda boyagi Gonazamada plaza joylashgan. Law School. To'g'risidagi bu baland binolarni o'sha ikkinchisida kirishingizda chap qo'lda brand shop joylashgan ekan. Kelib ko'ring albatta. Odam ko'p ekan, shunga ichkariga kirmay qo'yaraman kamera bilan. Bu yerda ixchamgina brand shop. Hozir bu zdaniyani yuqorisiga chiqib ko'ramiz. 11-etajga. Bu yerda asosan til kurslari, Chinese studies, Japanese ko'ramiz. 11-etajga chiqdim. U asosan professorlar xonalari joylashgan ekan bu yerda. Boshqa ochiq xonalar yoki boshqa dars qiladigan joylar yo'q. Asosan professorlarning xonalari joylashgan ekan. Hamma xonalar shunday. Professorlarga qarashli. Boshqa binolarga o'tib ketaveramiz. Hozir 11-qavat. O'rtada yana qandaydir maydonchasi bor ekan.
pastda nimalar bor? Bu past hozirgi plazani pastda ko'rdik-ku. Shu bo'lishi kerak, yani. Xuddi o'zi. O'shani yuqori qismi. Bu ham qandaydir maydoncha. Manzara. Stadion. Davom etamiz. Stadion. Yon tomondan ko'rinishi. Bu yerda bo'lsa Graduate School of Information Technology. Bu zdaniya ham qandaydir qiziq tuyulyapti. Arxitekturasi juda ham boshqacha. Bitta kirib ko'ramiz. Birinchi binoga ko'ramiz. School of Engineering. School of Engineering 14-qavat. Asosan darsxonalari. Universitetni yuqoridan ko'rinishini ko'ramiz. Asosan stadion ko'rinyapti. Ochiqroq terrasa bo'lganda, menimcha butun universitet ko'rinardi bunaqa balanddan. Menimcha bu yerda ochiq xonalar yo'q. College of Engineering 5-qavatida bitta chiroyli rasm topib oldim. Koeksni bilasizlar, Starfield kutubxonasini. Ana shuni rasmi chizilgan ekan. Ajoyib. Ozgina oldin boshlagan joyim, stadionga kirib ketgan joyim. Men bu yerdan keldim. Endi hozir yuqoriga qarab yurib ko'raman. Yuqorida aynan bu tomonlarni ko'rdik. Law school bor, kutubxona bor. Endi bu yoqni ko'rsak bo'ladi. Bu yerda yozilgan Administration Building, Main Gate, Gymnasium. Sekin borib ko'ramiz. Yana bir qiziq narsa topib oldim. Soat qarang. Yillik uchun. Juda ham ajoyib monument qilingan ekan. Yuqorida ko'rgan joyimiz yashil maydon. Bu yerda ham qanday qiziq narsalar borga o'xshayapti ko'rinishidan. To'g'rida zinaga rasmlar chizilgan. Ko'rinyaptimi? O'sha yerga borib ko'rmoqchiman, qanday qiziq tuyulyapti. Bu yer piknik uchun juda ham zo'r joy ekan. Quyosh ostida ovqatlanib o'tirishibdi. Mana nima ekan. Lekin chiroyli. Anchagan chiroyli. Arxitektura juda ham boshqacha. Ajoyib. Universitet birinchi bor Katolik universiteti sifatida tashkil qilingan. Adashmasam 1960-yilda. Shuning uchun ham menimcha shunaqa rasmlar, haykalchalar ko'p. Arxitektura ham shunga tortyapti. Lekin zamonaviy uyg'unlik juda ham zo'r. Zamonaviy binolarni ko'rdik, juda ham chiroyli qilingan. Yashil maydonga ham gap yo'q. Bu ham qandaydir art. Yana bitta ma'lumot, bu yerda qushga e'tibor bering. Menimcha bu albatros qushi. Chunki pastdagi ko'rgan maydonchamiz ham albatros maydonchasi ekan. Bularning kiyimida ham turibdi, qush rasm bor. Albatros qushi ekan. Qandaydir ma'no bersa kerakdi. Tashqaridan kelishda ko'rgan Sogang degan yozuvimiz ham mana shu binoning tepasida yozilgan. Shunga mana shu binoga kirib ko'ramiz. Samsung Cabrel Gon.
to'g'ri 5-qavatga chiqa qoldim. Yuqoridan manzara. Yashil maydon. Oynalar xira, quyosh ham tushib turibdi, shunga uncha yaxshi ko'rinmayapti. Lekin manzara zo'r. Bu yoqda ham menimcha darsxonalar bo'lishi kerak. Metaverse Convergence Research. Endi bu yoqlarga shu yoqda o'qiydigan yo ishlaydigan kimdir bo'lsa, o'zi olib kirsa bo'ladi, lekin o'zimcha kirib ketishim xato. Yana boshlagan joyimga qaytib keldim, asosiy kirish eshigi oldiga. Universitetni umumiy ko'rinishi shunday. Menimcha endi sekin yakunlasak ham bo'ladi. Ko'p binolarga kirib ko'rdim. Universitet juda ham ajoyib. Menimcha bemalol kelib o'qisa bo'ladi, chunki har tomonlama qulay menimcha. Ham universitet mingtalikka kiradi. 800 atrofida bo'lishi kerak universitet reytingi. Keyin lokatsiya juda ham qulay joylashgan. Shahar markazida, deyarli hamma yerga qisqa vaqtda borsa bo'ladi. Keyin hozir yaqin atrofda Hongdae Street joylashgan. Juda ham ko'p yoshlar borishadi. Mashhur joylardan biri. Shu universitet kampusi ham juda ham zamonaviy, tarixiy binolari ham bor. Kelish kerak, o'qish kerak. Yana bir ko'rsataman. Juda ham ajoyib. Kirish eshigi. Menimcha sekin yakunlasak bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.